O'rta Osiyoning eng katta kazinolardan bittasiga kelganmiz. Malayziya Kuala Lumpurda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yog'i mana shunaqa apparatlardan iborat. Xo'p, bu narsani sizlarga aytishimdan maqsad, mana bitta ikkita blogerlar chiqib olib, AdXBet, Melbet reklama qilyapti. Buncha pul yutasizlar, buncha pul yutasizlar deyapti. Bu narsadan hech qancha pul yutmaysizlar, faqat zararingizga ishlaydi. Kelim bir 99% odam o'ynayapti, yutqizyapti, ketyapti, nasralar tushib. Bu narsa faqat sizlarni zararingizga ishlaydi, foydangizga ishlamaydi. Shuni hisobini olib qo'yinglar. Xo'p. Bu narsadan video olishdan maqsad sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Hozir sizlarga bitta mana shu joyni ko'rsatib o'tib ketaman. Biz buni prosta video olib kontent qilish uchun keldik bu joyga. Bitta ko'rib ketyapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta kazino. Buncha pul yutasizlar, buncha pul yutasizlar degan gaplarga hech qanaqa ishonmanglar.